bu hujumchi tomonidan urilgan eng go'zal gol. Hammasi birinchi FC Kolon tomonidan to'pni tashlash bilan boshlanadi. Elmala boshni ko'tarib, to'p so'rayotgan jamoadoshni ko'radi. Ikkilanmasdan tez harakat bilan to'pga tegib, uni jamoadoshining yugurishiga mukammal uzatadi. Jamoadoshi mukammal ko'krak tayanchi bilan to'pni qaytaradi. U tezlashadi. Hozir uning yagona varianti bor, uzatma. Bu mantiqiy, chunki ikki o'yinchi kelib uni bosim ostiga oladi. U boshni ko'tarib, jarima maydonida jamoadoshni ko'rib, mukammal uzatma beradi. Atrofida 4 himoyachi. Butun stadion bosh bilan zarbani kutmoqda. Lekin u hammani hayratda qoldiradi. U havoga ko'tarilib, go'yo tortishish yo'qdek, ajoyib tepki zarbani beradi. To'p to'xtatib bo'lmas tarzda to'rga uriladi. Darvozabon to'p qayerga ketganini ham ko'rmaydi. Jamoadoshi esa